Mana yordamchilarim. Oyog'ini toshib tashlaydi bular. O'rganib qo'ygan. Mana shu aqlli qo'chqorim. Ha, urishma endi, urishma. Hop, do'stlar, apelka sepish jarayoni. Hozir ko'rasizlar, havo yomg'irli. Shu hisobiga qo'ylar ham ozgina ho'lroq ovqat yeyishyapti. Shuning uchun ko'p tegligi shiltiryapti. Avvalgiga nisbatan ancha ho'llashib ketgan. Men yomon ko'raman, balchiq bo'lib ketganini. Shu sababli apelkadan ichdan qo'ygan apelkam bor edi. Oldin ham ochib tashlaganman, ko'rasizlar. Shuni tekislab bularga gilam qilib qo'yib beramiz. Apelkamiz ham mana bu apelka to'saydi bo'ladi. Mana shuni o'zi bilan tegini ancha quruq saqlaydi, faqat apelkani ichidan chiqadigan har moddalarni olib tashlashimiz kerak bo'ladi. Ha, kelinglar. Ko'pchilik so'raydi, qo'ylaringiz tegini qanaqa qilib quruq ushlab turasiz? Quruq ushlab turishimning katta sababi apelka va quruq yem edi. Hozir quruq yemni kamaytirganman va bularga mana bunaqa massa olishligi uchun, katta bo'lishligi uchun har xil tomonlama yem beryapman. Ratsionni obratdan chiqarmaslik uchun mana narsani olib tashlash kerak. Yo'raamiz hozir. Choch. Buni tez choch. Men qo'shni qotdim. Da. O'sha turlar endi, tosh tashlay tez baloqa. Qulligim o'zim. Ancha yag'lashib ketdi bular. Mana bir pasta choyliq yopib chiqdim. Qo'chqorlar tegliga baquvvat turish uchun. Tegi qancha quruq tursa, qo'chqori shuncha o'zgarish yaxshi bo'ladi. Ichini ko'rasizlar. Apelkani soldik. Apelkamiz ham namlikni o'zi tortib oladi. Tegi quruq turadi. Hozir yomg'irli kunlarda hammani qo'chqorlardagi avtomatik ho'l bo'lib namlanib balchiq bo'lib ketadi. Ko'p balchiq ushlab turmanglar. Tuyoqlariga, oyoqlariga zarar. Bu mana cho'mib turish kerakmi? Hozir qichqyapti, lekin yaqinda urdik, pizzaga qurtligi. Anaqasini olamiz yaqinda, jungini ham, junglar o'sgan. Junglarni olamiz. Xudo xolasa jung olishiga ham marta xohlarga boramiz.